Asosiy yo'qotish funksiyalariga keladigan bo'lsak, yo'qotish funksiyasi nima? Model chiqargan natija qanchalik noto'g'ri yoki qanchalik shu lossni qiymatini chiqarishda ishlatiladi. Xatolikda model natijasi haqiqiy qiymat va bashorat qilingan qiymatlarni yo'qotish funksiyasiga yuboramiz va uning qiymatini olamiz. Qancha yo'qotish qiymati kichik bo'lsa shuncha yaxshi. Eng katta yo'qotish qiymati 1, 0 va 1 oralig'ida bo'ladi. Qancha 0 ga yaqin bo'lsa shuncha yaxshi. Masalan, natijamiz 1, asl qiymatimiz 0.7 bo'lsa, yo'qotishimiz 0.3 bo'lishi mumkin. Bu o'zgarish ham kuzatiladi, chunki yo'qotish funksiyamiz turi har xil. Turiga qarab asosiy yo'qotish funksiyalari quyidagilar: o'rtacha kvadratik xatolik. Bu regressiya masalalarida ishlatiladi. Formulasi asl qiymatdan bashorat qilingan qiymatni ayirib kvadratga ko'taramiz. Binary cross entropy, ikkilik tasniflash. Masalan, it va mushukni klasslarga ajratadigan model quradigan bo'lsak, yo'qotish funksiyasi sifatida binary cross entropyni ishlatsak bo'ladi. U quyidagi formula orqali aniqlanadi. Cross entropy nima desak, bu fizika masalalarida bor. Ya'ni qanchalik ma'lumotlarni tarqoqliligini ma'lumotlarni qanchalik bir-biridan farq qilishligini ko'rsatib beradi. Categorical cross entropy, ko'p klass tasniflashlar masalalari ishlatiladi. Masalan, asosiy masala bor edi. Yozuvga qarab 0 dan 10 gacha bo'lgan klasslarga ajratish, raqamlarga 0, 1, 2 softmaxdan foydalanadi bu. Endi optimallashtirish masalalariga keladigan bo'lsak, neyron tarmoqlar aslida qanday o'rganadi? Bu haqida gapirib o'tdik. Yana bir eslaymiz. Neyron tarmoqlar kiruvchi ma'lumot bo'ladi. Kiruvchi ma'lumotlarning vazni kiruvchi ma'lumotlarga ko'paytiriladi va bias qo'shiladi, siljich qo'shiladi. Keyin u aktivlashtirish funksiyasiga o'tiladi. Keyin u yo'qotish funksiyasi hisoblanadi. O'sha bir forward bo'ladi. Keyin backwardga o'tiladi. Keyin yana shunday jarayon kuzatiladi. Vaznlarni o'zgartirish hisobiga model o'rganib boradi. Gradient descent shu eng mashhur metoddir. Bu haqida gaplashib o'tamiz. Yo'qotishni bosqichma-bosqich kamaytirish uchun vaznlarni o'zgartiradi. Oddiy gradient tushishi yo'qotish funksiyamizda aytaylik, masalan, x - 3 ning kvadrati deb olsak, buning xoslasini hisoblaymiz. Matematikada o'tganmiz. Daraja oldinga tushadi, darajadan bir ayriladi. Xosla hisoblanadi. X boshlang'ich qiymat, learning rate o'rganish tezligi bu. Va 10 ta siklda o'rganish tezligini yo'qotish funksiyasining xoslasiga ko'paytirib, boshlang'ich qiymatdan ayiramiz. Keyingi safar o'sha keyingi x ning qiymatidan ayirib ketaveramiz. Shunday hisoblanadi. Ya'ni o'sha x ni o'zgartirib borishni hisobiga. Real misolda ko'radigan bo'lsak, epoch nima deydigan bo'lsak, o'sha forward bir marta borib kelishi bitta epoch hisoblanadi. Bu yerda jami epochlar soni, buni o'zimiz beramiz. Prediction modelga kiruvchi ma'lumotlarni beramiz. Keyin yo'qotish funksiyasini hisoblaymiz.
unga bizning natijamizni beramiz va asl qiymatlarni beramiz. Lost backwardga keladigan bo'lsak, bu gradientlarni hisoblash. Optimizer step vaznlarni yangilaydi. Optimizer zero grade avvalgi gradientlarni 0 ga tenglaydi. Deyarli barcha neyron tarmoqlarda bu ishlatiladi. Odatiy optimizerlarga keladigan bo'lsak, bu SGD sodda odatiy gradient tushishi hisoblanadi. Adim esa eng ko'p ishlatiladigan tez va moslashuvchan RMS prop asosan RNNlarda qo'llaniladi.